Mana bu omonat ko'prik xususida o'tgan yili ham gapirgandik. O'shanda ham ko'prikning xavotirlari haqida aholi fikrlari bilan o'rtoqlashgandik. Lavha efiridan so'ng mas'ullarning ko'prik bilan bog'liq umidli harakatlari boshlangandi. Yangi ko'prik qurilgunicha vaqtincha foydalanish uchun daryoga quvur tashlanib, yo'l qilib berilgani haqida xabarlar ham olgandik. Yakkabog' tumanining O'rta mahallasiga qarashli Husun qishlog'idagi bu ko'prikni odamlar tuman markazi bilan bog'lovchi asosiy yo'l deb bilishadi. Salavval yog'ib o'tgan yomg'irdan so'nggi holat odamlarni yana eski ko'prikdan harakatlanishga majbur qilmoqda, deydi shu yerlik aholi. Yog'ingarchilik, sel kelyapti. Mana shu urib ketyapti-da buni. Bir tomonga og'ib qolgan ko'prik ustunlari allaqachon mo'rtlashgan, qirg'oq ham yemirilishda davom etmoqda. Omonat ko'prikda esa harakat to'xtagani yo'q. Bizlarda ham kasal bor, qarri bor, bemor bor. O'zim shu ko'prikdan o'tayotgan bo'lsam, yuragimni havushlab, ko'zimni yumib o'taman. Asosiy yog'ingarchilik vaqtlarida daryo suvi ko'tarilib qirg'oqdan oshadi, deydi odamlar. Shunday paytlarda kimdir kelib ko'prikni nazorat qilib turadi. Mashina va piyodalarning xavfsiz harakatlanishini kuzatib turishga majbur bo'lamiz, deydi ular qo'shimcha qilib. O'ta katta sel, yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, sekundiga 40 kubometrgacha suv keladi deb vatqozi odamlari, So'mborda odamlar aytayapti. Ustidan toshib, ustini qiyshaytirib tashlab ketyapti. Va yaqindagi sel ham pastga avariya holatda qurilgan ko'prikchani yuvib yiqitishiga oz qoldi, turbalar yuvib ketishiga. Qo'yilgan turbalar suv mavsumi ko'payganda, mana sel mavsumi boshlanganda kamlik qilyapti. Keyin o'rnatish holatlari suvning yo'nalishiga qarab qo'yilmagan. Boshqa variant yo'q. Variant bo'lganda variant ko'rgan bo'lardik, chunki u yo'l bundan ham battar. Manzilda bo'lgan mahalla mas'ullari muammoni inkor qilmagan holda bu haqda tuman hokimligi xabardor qilinganini va yangi ko'prik qurilishi bo'yicha sa'y harakatlar boshlangani xususida ma'lum qilishdi. Biz tuman hokimligi mas'ullari bilan ham uchrashib, bu ma'lumotlarning qanchalar haqiqat ekanligiga qiziqdik. Yakkabog' tumanining hududida 9 ta ta'mir talabga muhtoj bo'lgan ko'priklarning ro'yxati shakllantirilgan. Ushbu shakllantirilgan ro'yxatdagi dastur doirasida kiritish bo'yicha yuqori turuvchi tashkilotlarga manzilli dastur qilib tashlab berilgan. Mana shu O'rta Husun qishlog'ini bog'lab turuvchi ko'prik ham tasdiqlangandan so'ng respublika byudjet mablag'i hisobidan amalga oshirilishi belgilangan. Aytgancha, odamlar vaqtinchalik qilingan daryo ichidagi yo'lning qurilishida quvurlar joylashtirishi bilan bog'liq jarayonda suv yo'li hisobga olinmaganini aytib, birinchi seldayoq uning yaroqsiz holga kelishini bunga sabab qilib ko'rsatishdi. Yoshi ulug' insonlardan so'rab, shu yerga qo'yilgan turbalar shularning aytgani bo'yicha qo'yilgan. Shu yerda maslahatlashib, oqsoqollar bilan mana shu yerga qo'ysa bo'ladi, foydalanib tursak bo'ladi deb ustidan qum shag'al ishlarini qilib, chiroyli bir yo'l qilib bergandik. Uni agarda shu bo'ylab shunday holatlar ta'mir ana dasturimizdagi ishlar amalga oshirguncha, agarda qo'shimcha yana imkoniyati bor, yana kerak bo'lsa ikkita turba qo'yib berib turamiz vaqtinchalik. Ta'mirlab berib turamiz. Mas'ullar ta'kidlaganidek, loyiha tasdiqlanadigan bo'lsa, tez orada Husunliklar yangi ko'prikka ega bo'lishadi va albatta ular ta'kidlashganidek, bu uchun yana ozgina sabr qilishlariga to'g'ri keladi. O'ylaymizki, ungacha aholi vaqtincha qatnashish uchun imkoniyat yaratib beriladi.